Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlarga ikkita xonadonni ko'rsataman. Bittasidan ikkinchisini farqi 50 ming dollar bo'ladi, lekin funksiyalari bir xil. Bittasi Bektemirda joylashgan, bittasi Yunusobod tomonda Obod mahallada joylashgan, ya'ni Qahramon postidan o'tganda. Demak, o'rtoqlar, birinchisidan boshlasak, narxi 95 ming, shunaqangi zo'r kottejlar qurilganki, zamonaviy Skandinaviya stili. Xullas, Toshkent shahar Sergeli xonobodida qurilgan mana bu xonadonlarimiz 1,5 sotuvim maydonga ega, har bittasi va bittasi qolgan xolos sotuvda. 39-bolnitsa yaqinida 4 ta xonasi bor, oshxona, mebel, texnikalargacha o'rnatilgan, oldida leksallari, yashil maydonlari, mashinangizni qo'yish uchun barcha joylariga ega. Orqa tomonda o'zini katta hovlisiga ega, lekin darvozasi yo'q, mana shunaqangi temir eshiklar bilan kiriladi, domofonlargacha o'rnatib qo'yilgan. Minimalizm uslubidan ta'mirdan chiqarilgan, kir-urishda mana shunaqangi koridorni ko'rishingiz mumkin. Noodatiy qarorlarni, ya'ni noodatiy yechimlarni qilishga o'nkilanamiz. Bu quruvchi akalarimiz o'zini qurilish kompaniyalari bor. Juda ham ko'plab uylarni reklama qilganmiz, ko'pini sotganmiz. Ko'pchilik xudo xolasa minnatdor. Chap tomonda bunaqangi yotoqxonalarimiz qilingan ekan, ko'chaga qaragan oynalari bor, chiroyli lyustralarimiz ilingan, televizorli zonalarga bunaqangi MDF panellar qilingan ekan. Oshxona mebel texnikasi hammasi bonus qilinar ekan, yangi hech kim yashamagan, bittagina qolgan xolos 95 mingga mana shu 4 xonali kottejni olgan bo'larmi deylar o'rtoqlar. Qaranglar. Mana bunaqangi oshxonamiz kattagina, televizorli zonalari bor, o'tirib ovqatlanish uchun sharoitlari qilingan o'rtoqlar. Endi bo'lsa eng maza qiladigan joyi orqa hovlisiga marhamat qilinglar. Chiroyli yashil maydonlari, Allohon to'g'ri yoki kaboblarni pishirib maza qilib oila davrasida o'tirish uchun sharoitlariga ega ekan. Hurmatli mijozlar, agar mana shu xonadon sizga nasib qolganda, birinchi o'rinda kimni mehmonga chaqirgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib keting. Qarang, shunaqangi chiroyli uylar hammamizga nasib qilsin. Sergeli xonobodni bilasizlar, o'rtoqlar, Sergeli kundan kunga rivojlanib ketyapti. Metrolar kelib, sivilizatsiyalar ko'payib, narxlar ham oshib ketyapti, lekin bu akamiz yaxshi narx qo'yishgan, chunki o'shaning uchun ham yaxshi narx qo'ygani uchun ham ikkitasi sotilib ketib bo'lgan o'rtoqlar. Kechki qatimizga yo'l olamiz. Agar siz ham uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uybozor.tv.uz saytida yoki mobil ilovamizda bepul e'lon berishingiz mumkin. Agar syomkali reklama xohlasangiz, o'zimiz borib chiroyli qilib reklama qilib beramiz. 33 581 34 34 raqamga telefon qilinglar, borib syomka qilib Uybozor TV Instagram, Telegram kanallarimizga qo'yib beramiz. Kechki qavatga chiqqanimizda o'rtoqlar bunaqangi chiroyli xonani ko'rishingiz mumkin. Lyustralari ilingan, lyustralarning ham dodalari qo'yilgan, har xil osvesheniyalardan foydalanilgan. Chetiga chiqadigan joy bitta minusi shu qora rang qilib qo'yishibdi. Shuni sal boshqaroq rang qilish kerak edi. Nima deb o'ylaysiz? Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz. Endi keyingi xonalarimizga o'tamiz o'rtoqlar. Bu tomonga o'tganimizda bunaqangi yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Farzandlaringizga chiroyli sharoitli yotoqxonalar qilib berasizlar. Radiatorlar o'rnatilgan, ortiqcha расходinglar, usta chaqir, unday qilib, bunday qilib o'tirmaysizlar, kirasizlar, yashaydigan sharoit o'rtoqlar. 95 ming ga arziydimi yo'qmi o'rtoqlar? Yana so'rayapman. Nimaga? Chunki o'rtoqlar, chunki hozir narx-navoni bilyapsizlar, kundan kunga o'zgarib, oshib ketyapti. Bu 95 mingga ham kerak bo'lsa, kvartira ham olishingiz mumkin, lekin mana bu 4 xonali 1,5 sotuvli hovlini, ya'ni kottejni olishingiz mumkin ekan, uning o'rniga. Endi o'rtoqlar, BYD mashinangiz yoki elektromobil bo'lsa, bitta zaryadkalari ham bor, bemalol zaryadga qo'yishga ham sharoitlar qilib qo'yishgan, ya'ni zaryadkalari ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Hammamizga nasib qilsin. Oxirgi xonani ham ko'rsatib beraman. Orqa hovlisiga qaragan oynasi, hovlisini bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Jalyuzilari qo'yilgan, qo'shnini uylari ko'rinmaydi. Barbekularda maza qilib shashilab pishirib oila davrasida o'tirsangiz bo'lar ekan. Sizga ham nasib qilsin, aka. Bir kun shu xonadonda ehson tasirxonlari yozing. Endi ruxsatinglar bilan o'rtoqlar keyingi xonadonimizga o'tsak, Qahramon postidan 4,5 kilometrcha o'tganda Obod mahallada qurilgan mana bu xonadonimiz 2/1 sotuvda 5 ta xonali yetmaganiga ikkitadan hollari ham bor. Yashil maydonlari, avtomatik ochiladigan darvozalari va darvoza xonalarini ustini bunaqangi naves bilan yopib qo'yishgan. Bemalol qishin yozim mashinangiz bemalol turaveradi. Undan tashqari tapchani qo'ysangiz ham yog'in sochunda ho'l bo'lib ketmaydi. Yozgi oshxonalari bor, odamlar uchun alohida eshiklari qilingan darvozadan tashqari, hovlida ham hojatxonalarimiz bor va podvallarimizga ham ega. O'rtoqlar, agar ruxsat bersangiz ichkariga kirib ko'rsatib beraman, videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yinglar. Shunaqa chiroyli xonadonlarni sizlar uchun ko'rsatib berib borishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Ichkariga kirganimizda oppoqqina ortiqcha bezaklarsiz, bachkanaklarsiz chiroylikgina hollarimiz.
Lyustralarimiz ilingan, oppoq eshiklarimiz, ya'ni oynali eshiklarimiz qo'yilgan. Oshxonamiz ham juda ham keng, mo'l qilingan o'rtoqlar. Kirganingizda o'zingizlar ko'rib guvohlar bo'lishi mumkin. Oshxona mebelni qo'ysanglar bo'ldi. 201 sotuv, 5 ta xona, panorama katta oynalari yorug'lik shundoq tushib turibdi, quyosh nuri. Undan tashqari farzandingiz o'ynayotganda ham hovlida bemalol ko'rib tursangiz bo'lar ekan. Endi mehmonxonasiga marhamat qilasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Chiroyli mehmonxonada qarindosh-urug'lar, yaqinlarni mehmon qilib kuzatsangiz bo'lar ekan. Mana shu xonadonning egasi o'qozingiz xudo xolasa, albatta siz ham mehmon qilasiz. Mehmonga chaqirasiz yaqinlaringizni. Keyingi xonalarimizga o'tamiz. Birinchi qavatda o'zida holdan tashqari oshxona va mehmonxonalarni ko'rgan bo'ldik. Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz joylashgan va otaxon, onaxon duogo'ylarimizga chiroylikina hamda yotoqxonalarimiz bor. Orqa hovlisiga qaragan eshikchalari, yetmaganiga fortichkalari bor havo aylantirishi uchun. Undan tashqari fortichkadan tashqari orqa hovliga eshikni ochib qo'ysangiz ham havosi bemalol aylanaveradi. Bu tomonda umumiy o'zini sanuzellariga ega duogo'ylarimiz qiynalishmaydi, ko'chaga, ya'ni tashqariga chiqib yotishmaydi xudo xolasa. 3 ta sanuzel bor, 2 qavat, yetmaganiga 7 ga 5 o'lchamda podvallarimiz ham qilingan o'rtoqlar. Eslatib o'taman, uybozor.tv.uz saytida reklamalar bepul, mobil ilovamiz ham bor, yuklab olinglar. U yerda bemalol kvartirangiz bo'ladimi, hovlingiz bo'ladimi, bepulga e'lon berishingiz mumkin. Lokatsiyalari, videolari, rasmlari bilan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'rtoqlar, mana bunday koridorlarimiz, oppoq eshiklarimiz o'rnatilgan, koronalari bor, bemalol eshikni chiroyli koronalarni uyga dizayn yanada ochadi bu koronalar. Demak, birinchi xonasidan boshlaymiz. Chiqqanimizda chap tomondagi birinchi xonamiz, hovlisiga qaragan mana bunday panorama oynalari, lyustralari va parketlari qilib qo'yilgan. Bu tomonda umumiy sanuzellarimiz desam adashib ketaman, chunki bu tomonda garderobning xonalari mavjud. Bu tomonda o'rtoqlar farzandlarga yotoqxonalarimiz qilingan ekan. Birachroqlari ajoyib bir yonib turibdi o'zi ham va umumiy sanuzellarimiz. Hurmatli mijozlar, hammamizga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. 150 mingga so'ralyapti. Narxiga arzidimi yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Fikrlarni yozib ketinglar. Bu narxlarni biz belgilamaymiz, lekin egalari o'zlarining hisob-kitobini qilib chiqib, necha pul sarflaganman, qancha umrim ketdi, qancha asabim ketdi deb o'zlari hisob-kitob qilishadi. Endi insof bilan narx qo'yishadi degan umiddamiz. 150 mingga arzisa plyus, arzimasa minus qilib uzoqlarda fikrlarni qoldirilish. Qahramon postidan 4,5 kilometr o'tganda Obod mahallada joylashgan mana bu xonadonimiz narxiga arzidimi yo'qmi? Barchangizga nasib qilsin, hozir balkonidan ajoyib bir manzarani ko'rsatib beraman. Uybozor TVga obuna bo'lib qo'yinglar, hali bunaqangi zo'r xonadonlarimiz oldinda o'rtoqlar. Salomat bo'linglar.